Hammaga assalomu alaykum. Tak. Mana bu quyonim qora samka kecha 27-oktyabrda tug'di. 3 kunda tug'di. O'ziga roddom yasagandan keyin somondan hozir ko'rsatolmayman, chunki baribir unga yoqmaydi. Oldiga borsam ham hid ham qolmasin. Qora, 3 ta qora rang, 2 ta ochiq rang. Chunki samiz ham mayli o'ng tomonda o'tirgani ana shu. Mana shu samiz. 3 kundan tug'di. Qolgan samkalar mana shu malla, mana bu ham malla samka. Ular shuni yasagan, srazu tug'di. Bu esa 3 kunda. Menimcha bular ham birinchi marta tug'yapti. Bu ham birinchi marta. Menimcha u sal nima deydi? Xavotirlanib, qilganman yo qo'rqganman, perejovat qilganman, balki shuning uchun ertaroq 3 kundan oldin uyni qurib boshlayapti. Menda hozir hammasi jaydari, chunki men yaqinda boshlaganman. Maydan beri. Bolalar menda ana shular 11 ta. Tak, 11 ta. Mana bu yerda 6 ta. Bularga 20 kunlar bo'lib qoldi. Bu ham bo'z, qora samka. Bu tug'di, endi mana bu tug'ish kerak. Mana bu samka. Xudo xolasa 5 kun, 6 kundan keyin 10 kunmi? Buni hali qo'yganim yo'q. Samizga dam olsinchi deyman. Ham quyonim juda ko'p. Bularni hamma o'stirib yo'q qilishim kerak. Yoki suvishim kerak, yoki sotib yuborishim kerak. Bular narxlar hammasi arzon. Kattalar 50 ming, 70 ming, 100 ming. Shuning uchun menga yoqmay qoldi. Bir parodali olmoqchiman, velikanman, flanderlardi. Mana samiz lekin gavdali, bellar baquvvat, moshin, chiroyli. Bitta samiz 4 ta samkaga. Mana ular shunday. Har doim yeydi. Qo'nozoq yeydi. Shunday. Tepadan bug'doy tushadi. Mana, bug'doy arpa. O'sib boshladi. Shu bu yoqqa ham suv qo'yib turibman. Sal o'sadi, ular yeb boshlaydi. Yaxshi. Har doim ovqat bor. Короче, ularga. Shunday. Tak. Bo'ldi. Hammaga omad. Подписка, like. Sizlardan iltimos. Yana video qo'yaman. Xudo xolasa.